ishlalaring, mazallik turganlaringga pul bermayman-ku. Assalomu alaykum boshliq, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aytgan ishlaringizni qilib qo'ydik, endi bir pulimizni berasizmi boshliq? Ko'rinishing menga o'xshaydi. Shu ochkini yetsam men bilan birga bir ko'payasan-da, lekin shu pul so'rashlaring yoqmaydi-da menga, bilasanmi? Bo'pti, oltinning narxi necha pul bo'layotgan ekan hozir grammi, bilasanmi? Ha, endi boshliq qo'ysangizchi. Oltin, boshqa narsa shart emas, shu so'mda bersangiz ham mayli bo'laveradi bizga. Yo, sen bor, bilib kelgin, men shu yerda kutib turaman seni. Ha, bo'ldi, hozir bilib kelaman-da. Bilib keldingmi? Ha, aka, bilib keldim. Nech puldan bo'layotgan ekan? Shu 10 grammi 15 milliondan boshlanar ekan. Unda sabr senga. Sabr? Axir ota-bobolarimiz aytishadi-yu, sabrni tagi sariq oltin deb. Yo, ota-bobolarimizning fikrlariga biron shubhang bormi? Ey, menga qara. Menga tagi qiziq emas, cho'ntagim qiziq. Pulimni ber. Hozirda 330 million haqdorman. Pul bo'ladi, mana shu kungacha yetib keldik. Biz ham hammamiz ham oila bola chaqamiz bor. Ular menga ko'z tikib turibdi-da. Chimyon tog' yonbag'irlarida banklarga tegishli binolarni qurayotgan ustalar mehnati uchun haq to'lanmayotgani yuzasidan millarga murojaat qildi. Yollanma ishchilar sifatida 30 kishidan ortiq odam ishlagan. До 2 часов, до 5 утра работали. Деньги не получили. Извините за выражение. Miqdor kichik emas. Gap milliardlar haqida ketyapti. Biz 10-iyun kuni shu Techmet MChJ bilan shartnoma qilganmiz 1 milliard 600 millionlik ishga. Buning ichiga santexnika, to'pli pol, o'sha atapleniya, keyin livnyovka ishlari kirardi. Hozir endi bizda 1 milliard 600 millionlik nima bo'lgan bo'lsa, o'shandan 600 mingini to'lab berishdi. U bizani qilgan ishi yarmi ham emas. 40 ga yaqin odam ishlagan 4 oy davomida. O'shaning uchun shunaqa katta summa yig'ilib ketib qolgan. 2 oydan beri kutamiz. Mana ertaga, indinga. Завтра обещали, послезавтра обещали, завтра. Уже почти 2 недели уже обещают. Вот. Mana topib beraman, ana topib beraman, mana topib beraman deyapti. Деньги идут, а вот вообще не идут. 15 nafar brigadani olib keldim. Mana kelganimga почти 3,5 oy bo'lyapti. 3,5 oy davomida to'liq jamoamga 10 million so'm pul oldim. Общий ishlagan pulim 340 million so'm bo'lgan. Hozirda 330 million haqdorman. Bizni bolalarimizning ishlagan hisobini aytadigan bo'lsak 600 million pul bo'lib chiqyapti. Bu yo'q, tegi yo'q bu pulni. 99 million pulim yotibdi. Lekin men u ishlarni уже qilib bo'lganman. Topshirib ham bo'lganman. Nechta xodimingiz ishlagan? 14 ta pul berish kerak. Hozir kutib o'tiribdi ular ham. 44 million so'm pulimiz bor. Shu insonda bir so'mni olganimiz yo'q. Sizlar nima ish bo'yicha ishlagansiz? Santexnika bo'yicha ishlaganmiz. 35 million. Davomchi ortiqroq pul olishim kerak endi. Pulimizni bersa uyga ketamiz, shu bola chaqani tirikchilik deb kelganmiz biz ham vodiydan. Голова уже не работает вообще. Вот я не знаю, вот как вот. Волосы тоже. Уже волосы нету последнего. Уже думаешь, как вот 7 миллионов, как я вот найду? 15 nafar ishchim hozir uyimga ham kelib to'polon qilyapti. Ularning bola chaqasi yemishi. Undan tashqari mana hozir kredit olingan. Har bittasida kredit bor, boshqa bor, bir xilgilarida shaxsan o'zimda ham bor. Hozir u kreditlarimiz MIBga ham chiqyapti. Doполнительный ularga foiz qo'shilyapti. Bularning yechimini qanday qilsak bo'ladi? Battar minusga kiryapmiz xolos bu yerda yurganimiz bilan. Qilgan mehnatimizning pulimizni bersin, boshqa narsa kerak emas. O'zimizning mehnatimizning pulini bersa, hamma shu 40 ta oilaning qora ko'zlari uyda hammasini ayoli, bola chaqasi, ota-onasi bor, o'shalar kutib o'tiribdi. Hozir oilamni tinchini ham yo'qotdim. Ota-onam ham hozir kasal bo'layotibdi. Ularga qanday javob berishni to'g'risi men bilmayapman. Biz ikkinchi tomonni eshitish maqsadida shartnomalarga bosh-qosh bo'lgan pudratchi tashkilot vakiliga aloqaga chiqdik. Hammasi anaqa to'lib ketamanmi? Anaqa hozir biz dachcha qilyapmiz объем. Заказчика. Bizda заказчик olmayapti объем, переделок много. Ну вот как мы переделки сделаем, весь объем сдадим по документации, они нам сразу оплатят. 10 дней мы взяли, этот протокол составили, 10 дней на исправление нам дали. Онкум исправление. 10 kun, a? Да, 10 дней у нас взяли протокол, заказчик взял, нам дал задание за 10 дней переделать. Переделываем, а на хаула нам оплачивают. Мы оплачиваем, соответственно, рабочим. Всегда aloqa, да, 10 kun ichida hozir qilib beraman deyaptilar. 2 oy davomidagi xuddi o'sha gap. Millionlar e'tiboridagi milliardlar bilan bog'liq ushbu masalani ham albatta o'z nazoratiga oladi. Halol peshona terisi uchun haq so'rayotganlarning arzdodi yaqin vaqtlar ichida o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Yo'qsa oradan o'tsa ham kunlar, haftalar, oylar, yillar mavzuga albatta qaytadi millar.